Tak, buni ham o'qamiz. Bu yaxshi bu. Yaxshi taqilyapti bu ham. Lekin taqilyapti, og'rimaydi. Men svязкani tekshiramiz, qo'lni tushirib oling. Hozir men oyog'ingizni bu yoqqa ochaman-da, siz qattiq yopasiz, xo'pmi? Faqat bo'yingizni to'g'ri qo'yib oling. Ha, boshingiz to'g'ri tursin. Xo'pmi? Qani, buni faqat chap oyog'ingizni ichkariga, xo'p? Tortaymi? Tortasiz. Bu oyog'ingizni tinch qo'yasiz, xo'pmi? Ketdi. Men ochaman, siz yopasiz. Ketdi. Yaxshi. Bunisini. Zo'r. Tizib o'kamiz. Yaxshi tushib oling, bundoq qiling. Men pastga tortaman, siz qarshilik ko'rsatasiz, xo'pmi? Qani ketdi. Yaxshi, yomon emas. Tushiramiz buni. Almashtiramiz. Bunisini. To'xting, sal pastga tushirasiz. Ha. Torting. Yaxshi, bo'ldi. Tak, endi tizib o'king. Buni o'ziga tortasiz, men pastga tushiraman. Bu kerak emas bunga. Yo'q, kerak emas. Torting. Boshqatdan qani? Shu slabiylar. Slabiylar cho'chit. Kuchi bor, yo'q emas, lekin sal bo'shroq. Torting yana. Yo'q. Pastga bosingchi. Bo'ldi, yaxshi. Bunisini. Yo'q, tizib o'king. Buni bo'sh qo'ying. Faqat kuchiga qilib berasiz, tushundingizmi? Torting. Yo'q, buni tinch qo'ying buni. Torting. Bu bo'sh. Bo'sh. Yo'q, torting. Nima qiling? To'g'ri bormi? Hozir shu yerdagi og'riqlar qaytdi ozroq. Bor edi lekin. Kecha yetgan damlamangizdan keyinmi? Splashni tortayotganda ikkita son mayllari. Torting. Bo'sh. Sal ko'paydi kuchingiz boyagidan. Bosing. Yaxshi. Boshqatdan tekshiramiz. Tortingchi. Sal qo'shildi, ozgina, ko'p emas. Tak. Bunisini o'tkingchi. Og'ri bormi? Tepalarida bor. Yo'q. Bu yoqdan. Aha, shu taraf Tizzaniki bu. Tushiring. Tak, endi nima qilamiz? Bo'yog'ingizni buking. Bu qo'lni ko'taramiz. Ko'zingizni ochasiz. Boshdan to'g'ri tursin. Qarang, men pastga bosaman, tepaga ko'tarasiz. Tushunarli? Men orqaga uraman-da, garchi. Tekis qiling-da. Yo, mushtum qilmang qo'lingizni. Qani, italing tepaga. Bo'ldi, stop. Qo'lni ochamiz yana. Bo'ldi, bo'sh tursin. Ketdi, yana. Noto'g'ri qo'yingiz hozir. Qo'lni ko'taring bundoq. Qanaqa aylanmasin qo'l. Tushundingizmi? Faqat bundoq ketsin. Boshqatdan bitta chuqur nafas oling. Og'izdan chiqaramiz. Bo'ldi. Ketdi tepaga. Taring. Yo'q, giper. Bosh qo'yibdi, nima qiling? Taring. Yaxshi. Asab ketibdi-yu. Almashtiring yog'ingizni. Tekis qilamiz. Italing. Bo'ldi. Qani? Italing yana. Giper polniy tanangiz tonusga tushib qoldi. Bo'ldi, tushiring. Tonusga? Tonusga tushib qolgan. Bu degani organizm charchab ketdi degani bu. Aytasiz-ku, ani tinmay ishlaganman deyapsiz, mehnat qilganman deyapsiz. Dam olmasdan ishlaganingiz oqibati hammasi mana shu. Organizm charchab ketgandan shu narsaga uspet qila olmagansiz. Tushundingizmi? Dam olishingiz kerak.